Chiqinglar og'iz ochishga. Hay bolam. Xola, assalomu alaykum. Mana bu narsalarim mana shu. O 4-etajgacha olib chiqib berjon bolam, charchab ketdim. Og'ir narsalar olib qo'yimman. Xola, nima deganingiz bu? Men ro'za og'izman, ro'za tutganman. Hozir qanaqa olib chiqaman? Charchab qolaman. Qornim och o'zi. Ha, men ham ro'zaman. Bir sen ro'za tutmagan ekanda. Hey, o'rgildim sendan. Hozirgi yoshda bilmayman. Hamma narsani reklama qiladi. Men ro'za bo'lsam, men долженman sizga olib chiqib berishga. Ko'tara olmasangiz shuncha narsani ne olasiz? Qo'l baqinglar. Adasi, turing, kartochka olib chiqib bering magazindan. O baraka topkur, men ro'zaman, ro'za tutganman, og'zim yopiq, charchatmanglar meni. Iftorlik payti uyg'otarsizlar dedim-ku. Bitta siz ro'za tutmayin ekanda. Aleyküm assalom. Aka uzr bezovta qildim. Bitta iltimos bor edi, yo'lmasangiz. Ro'za tutmaganmidingiz? Yo'q, men ro'za emasman, men sahrim bor-da, tez yeb turishim kerak. Men ro'za tutgandim. Ro'zangiz qabul bo'lsin. Rahmat aka. Men qoldirmay tutaman-da ro'zani. O'shanga siz ham meni tushunsa bo'ladi, kasal ekansiz. Shu siz mana shu chipsni oldim uyga. Kiloli. O'zim endi yeb ko'rolmayman, bilasiz ro'zaman. Shuni shundoq totib ko'rib, menga mazasini ayta olasizmi? Juda mazali, yaxshi ekan-da. Bo'ldi, men ro'za og'zimni ochib olib yeyman-da, choy bilan mazza qilib. Shundan olaman unda, rahmat aka. Bitta paket berib yuboringlar menga. Ha, jiyan. Sen ro'za tutgan ekan.